Muhacirati yaşayotgan Abdulhakim İdris 2017-yildan buyon aloqalashamagan onasiga bir maktub yozdi. Onun bu mektubi Şarkı Türkistan'ın yaqinqi 3 yillik keçmişinin bir tasviri edi. O mektubni mundaq başladı. Assalomu alaykum qadrlik öz anam. Aramizdagi telefon aloqamiz sizning 2017-yili 4-oyning 25-kuni menga balam buningdan keyin bizga huddus telefon olmang degan oxirgi so'zingiz bilan kesilganligiga mana bugun 1095 kun, ya'ni to'g'ri 3 yil bo'ldi. Sizning shu chaqdagi ovozingiz xuddi siz bilan hozirli so'zlashganimdek esimda. Sizning yig'izar qilishingiz esimda. Sizning shunchalar qo'rqib ketganligingiz esimda. Garchi shu chaqda zodi nima bo'lganligi menga noma'lum bo'lsa-mu, ammo misli ko'rilmagan bir zulmning oilamizga kelganligi aniq edi. Jinim ana, biz 2001-yili Germaniyada ko'rishgan vaqtimizda siz menga bir qancha qitim, balam, biz yeydiganni yeb bo'ldik, ko'radiganni ko'rib bo'ldik. Biz Allah'tan başka hiç kimden korkmaymiz. Siz tanlagan yolunuzda menevering degan anam ediniz. Yıllarca Xitoy saqchilarının her türlü vasıtalar bilen tahdid silib, kunlaringizni zahar qilgandimi, jasuronlik bilan chidab, hech pisand qilmay, bo'yningizni tik tutib kelgan jasoratlik anam ediniz. Shu kuni sizni dahshatli qo'rqitayotgandek nima bo'lganda ajaba ana. U maktubini mana mushu jumlalar bilan oxirlashtirdi. Jinim ana, Qur'on Karimda Allah bilan ilahlik talashgan barliq tağutlar halak qilingan. Bu Xitoy tağutmi cho'qim vayron bo'ladi. Biz ikkimizmi cho'qim ko'rishimiz, jinim ana. Ya bu dunyoda, ya o dunyoda. Bu maktub Xitoyning Sharqi Turkistondagi davlat terrorizmini eng jonliq ifodalab bergan bir paket edi. Xotan viloyati Keriya noyasidagi eng qadimiy Uyg'ur an'anaviy mahallelarining biri Uyg'urlarning folklor muzeyi deb ta'riflanib kelgan Daryobo'yi yezisi 2019-yili Xitoy hukumatining Uyg'ur madaniyatini vayron qilish harakatida o'zining mavjudligini yo'qotgan edi. Shu qitimda Daryobo'yi yezisining aholilari ko'chirilib, butun yezi tashlandiq holga keltirilgan edi. Atalmış Şinjan gazetining 22-aprildagi xabarda aytilishicha, navbatda Daryobo'yi yezisining qoldiqlari o'rnida yangidan qurilgan sayohat shirkatlari sayohatchilarni qandoq jalb qilish, bu joyga keladigan sayohatchilarni qandoq kutilish qatorliq masalalarni o'ylashmoqda ekan. Xitoy hukumati Daryobo'yi yezisidagi Uyg'urlarni necha yuz yillik makonlardan ko'chirishni Uyg'urlarga baxt ib keldik deb tashviq qilib kelgan edi. Uyg'ur madaniyat tadqiqotchilaridan tarix fanlari doktori Qahar Barat bu haqda fikr qilib, Xitoy hukumatining dunyoda o'xshashi yo'q bebaho folklor boyligimizni yo'q qilib etib, hamda bu joyda sayohat nuqtasi ochimiz degani ularning madaniyat qirg'inchiligi qilmishini yo'shirish vositasidan boshqa narsa emas dedi. Malayziya hukumati Xitoy paraxtining Janubiy dengizdagi Malayziya suv tavalligiga kirganligiga inkos qaytardi. Malayziya Tashqi ishlar ministri Isomiddin Husayn Malayziyaning Janubiy dengizdagi maydonining aniq va izchil ekanligini ta'kidlab bundoq dedi. Har qaysi taraflar birlikda tirishib, Janubiy dengizining tinchligi, muqimligi va bexatarligiga kafolatlik qilish kerak. U bir Xitoy ekspeditsiya paraxtining 19-aprel Malayziya dengiz tavalligiga kirganligi haqida mundaq dedi. Men sobiq davlat mudofaa ministri bo'lish sifatim bilan yuz bergan ishlarni intayin obdan bilaman. Biz tavalligimizda keraksiz voqealardan yiroq turishimiz kerak. Janubiy dengizda urush paraxoti va boshqa paraxotlarning bo'lishi jiddiylikni kuchaytirdi. Beijing hukumatining Janubiy dengizdagi orollarga baza qurish orqali egilik huquq talab qilishiga rayon davlatlari bilan birga Amerika qarshi turib kelmoqda. Amerikadagi oldingi qatordagi Cumhuriyetchilar partiyasining Kengash palata a'zolari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Dunyo Sahiya tashkilotini mustaqil iqtisodiy taftish qilishni talab qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Dunyo Sahiya tashkilotining COVID-19 yuqumiga qarshi turish ko'rishida mag'lub bo'lganligini tanqid qilgan edi. Lindsey Graham, Mitt Romney ve Ted Cruz qatorliq dаңliq shaxslarni o'z ichiga olgan Cumhuriyetchilar partiyasining Kengash palata a'zolari ularning talabi haqida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresga bir maktub yozdi.
Mustaqil hukumatining qurilib, Dunyo Səhiyyə Təşkilatı yuqumining tarqalishiga qarshi turish qadamlarini nazorat qilishni umid qilgan Kengash palata a'zolari Mustaqil komitetning qurilib, Dunyo Səhiyyə Təşkilatı yuqumining tarqalishiga qarshi turish qadamlarini nazorat qilishni umid qilgan Kengash palata a'zolari komitetdan baholash natijasini e'lon qilish bilan birga islohot takliflarini berishni talab qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Dunyo Səhiyyə Təşkilatıning yuqumga qarshi turolmaganligi va Xitoyga yaxshichaq bo'lganligini aybladi va o'zlarining bu tashkilotga bo'lgan iqtisodiy yordamni to'xtatganligini e'lon qildi. Rossiya iqtisodiy taraqqiyot ministri Maksim Reshtenko Rossiyaning bu yillik xamchut qizil raqamining milliy ishlab chiqarish umumiy qimmatining 5%ga teng kelishi mumkinligini bildirib mundaq dedi. Rossiya iqtisodiy Xitoy virusi tadbirlari sababli kuniga 100 milliard rubl ziyon tortyapti. Reshtenko Rossiya davlat xonali birning ziyoratini qabul qilganda Xitoy virusi yuqumining davlat iqtisodiga bo'lgan ta'siri haqida to'xtaldi. Reshtenko COVID-19 portlash sababidan davlatda nurg'un cheklash tadbirlarining qo'llanganligini eskartib mundaq dedi. Rossiya iqtisodi Xitoy virusi tadbirlari sababidan har kuni 100 milliard rubl, taxminan 1 milliard 300 million dollar ziyon tortadi. Bu biz qutulishimiz kerak bo'lgan g'oyat zo'r ziyon.